Shuningdan keyin uning hujrasiga kamdan-kam kirdim. Onundan o'zimni qancha qochirsam, kichikgina bir uyda kunda necha rat to'qirishib qolardik. Opam bilan televizor ko'rib o'tirdim. Maktabdan yangi qaytib kelgan u yana meni tovladi. Gulay, bu yoqqa kira. Qanday qilishim kerak? Kirmasam opamga nima deb tushundirman? Kirsam u yana amalsiz uning qishig'iga kirdim. Bu yoqqa kelib o'ltir. Gap bo'lsa tizdan, ishim bor. Boshqa gap yo'q. Seni ko'rgim keldi. Shunga chaqirdim. Aka, men sizning singlingiz. Endi menga undaq gap qilmang. Aka, qo'lini tutqunimni unutib qapsan-da. Yo'q, Qudrat. Qo'rqib ketding-a? Maktabda o'rganish qilib charchab ketdim. Bir dam sana qarab o'ltirg'ach naqsh aytib beray. Chiqib ketma. Amalsiz uning yinida o'ltirdim. Men sana Parvona degan naqshni aytib beray. Akbar qahramon akamdakla aytib etaman qo'zadi. Derizamda bir chiroq yonarman pirildi. Derizamda bir chiroq yonarman pirildi. Atrofimda parvona janoqlar piqir. Atrofimda parvona janoqlar piqir. Seni kütüp sevmiş dokunumda akıllar, ödülümü yakınlar, derizenge bakımın. Seni kütüp sevmiş dokunumda akıllar, ödülümü yakınlar, derizenge U menga qarab shu naqshini aytdi. O'zimning qanchalik tasda o'ltirayotganimni ifodalab bera olmaydim. Naqshi tugagandan keyin yaxshi aytdingiz deb qo'yiblamandim. Ishik tuyiga borganda uning "Xo'sh gulim" degan so'zni anglab, ishik tutquchini tutgan qo'llarim titrab ketdi. Xuddi azobli kunlarim boshlangandek shu kundan boshlab boshqacha bo'lib qoldim. Men hargizmi akamni yaxshi ko'ra olmaydim. Ammo uning chekdan oshgan bu qiliqlarga bardoshlik berib bo'lolmagan edim. U yana burunqidek normal maktabga boradi, keladi. Xolisa meni chaqirib, mening hissiyotim bilan kori yo'q, o'zining so'ygini o'rnida ko'radi. Bundaq ish yana takrorlandi. Tushlik tomoqini akirib bergili amalsiz uning hujrasiga yana kirdim. Tomoqni qo'yib lamangdim. U tuyuqsizla ishikni taqab, oldimga o'tibla meni quchoqlab oldi. Gulay, meni yaxshi ko'ramsan yo'q? Rost gap qil, bo'lmasa qo'yib etmayman. Jinim aka, o'tinib qalay meni qo'yib eting. Javob bermasan qo'yib etmayman. Sana shuncha qilsa meni nimish tushunmaysan. Aka dema desam yana aka devatsan. Bilamsan, sening akang bo'lg'im yo'q. Gulim, seni yaxshi ko'raman degini. Mo'sha gapingni bir anglay. Aka, yana qo'yib etmasangiz dadamni tovlayman. Qo'rqqanimdan yig'lab etdim. U dadasidan qo'rqdimi yoki yig'amga chidimidimi meni qo'yib etdi. Yugurib ishikni ochganimcha chiqib ketdim. Hozirgacha yuragim silib ketib atadi. Tazliq uyda o'ltirib olib, ko'zim qisirib ishib ketgicha yig'ladim. Tushdan keyin mijozim yo'q deb yerim kun yotdim. Ammo ko'zimda na uyqu. Qudratning shu qilganlari kallamdan faqat chiqib ketmaydi. Qudrat u albatta yaxshi bola. Ham iqtidorliq, ham mening nazarimda shunday kelishgan. Uning deyishicha, sinfidagi nurg'un qizlar uni yaxshi ko'rarmish. Uningga qarata menda hissiyot yo'q deb deyolmaydim. Ammo men odatdagi bir qiz, hatto to'liq o'tirnimi o'qimagan. Oila ishidan boshqasi qo'limdan kelmaydi. Eng muhimi u mening akam. Shularni o'ylab yana yig'lab ketdim.
u mening narimni yaxshi ko'rib qolgandi. Yoki meni oiladagi ermak qatorida ahmoq qilyapamdi? Javobi yo'q bu savollar meni qiynaydi. Atsi, apam qo'shnilarning uyiga chiqib ketdi. Dadammo ishga ketgan. Uyda Qudrat ikkimizla qolgan edik. U tushdan keyin maktabga borganlik uchun teqchi uxlayotdi. Birer soatdan keyin Gulay, qursqim ochdi deginicha mening qishimga chiqdi. Onunğa naştalık akirib berib hujramga kirib ketmoqchi bo'lganimda, u yenimda o'ltir deb meni to'sib qo'ydi. Boshqalar qani? Apam qo'shnilarga chiqib ketdi. Dadam ishga ketdi. Onun yana tunugungidek qilishidan qo'rqib turib-atdim. Apam bilan birga chiqib ketmaganimga bakli pushaymon qildim. Sen menga mangu mushundaq naştalik tayyorlab bersang-a? Gap qilmaysan-ku. Mendan qo'rqyapsan? Yo'q, sizdan nima ish qo'rqma aka. Aka? Aka deganing uchun. Yo'q, Qudrat. Gülüm, aqlliqchimisan? Meni undaq chaqirmang ma'qulmi? Menmi sizni aka dey? Nimishqa? Undaq desangiz bo'lmaydi, Qudrat. Qandaqli bo'lmasin, siz mening akam. Bizning qandoshlik munosabatimiz bormikan? Seni yaxshi ko'rganimning nari xata. Maktabingizda shundoq ko'p qizlar tursa, shularni yaxshi ko'rmay, meni yaxshi ko'rdingizmi? Mening hech yerim ularga yetmaydi. Siz meni ahmoq qilib olganingiz uchun xush bo'lamdikansiz. Kim seni ahmoq qilibdi, Gulay? Kim sana ularga yetmaysan deydi? Ularni sana tan qilmayman. Gulay, seni aldimidim. Rost seni yaxshi ko'raman. Bir uyda tursak nima bo'pti? Bizning hech qanday qandoshlik munosabatimiz yo'q. Nimishqa meni qabul qila olmaysan? Mushning bilan mening oldimda necha qatim yig'lab bo'lding. Seni yig'lasam, o'zimning qanchalik azoblanganimni bilamsan. Seni rostl yaxshi ko'raman, Gulum. Menga ishongin. Ma'qulmi? Aka, men sizga rost mos kelmayman. Bo'ldi, aka dema. Men seni oladigan odam. Faqat sen menga mos kelasan. Gulay, qo'lingni menga ber. U bu qatim necha vaqtdagidek men bilan kari yo'q, o'ylig'inini qilmay menga yo'l qo'ydi. U qo'lini menga tanglab turardi. Yig'lab turib qo'limni uzatdim. Mening Gulum, tatlig'im, meni baxo'sh qilyapting. Amdi yig'lama. Ularga chandurmag'in. Men maktabni bitirib bo'lib, ularga hammani deyman. Sen xotirjam bo'l, jinim. Sen hamon mening. U shundoq deb peshonamga suyib qo'ydi. Shundoq qilib bir uyda turadigan akam bilan yurib qoldim. Ammo o'zimga bakla puxta bo'ldim. Uning yana ahmoqona ish qilib qo'yishidan qo'rqatdim. Shunga sezgirlik bilan muomala qildim. Bu kunlarda menmi xushal. Umushu. Uni cho'nglarning oldida aka degani hisobga olmaganda, hamma ishlar yurayotgan qiz o'g'illardek ketib boradi. Bir kuni u bir qiz savoqdishini uyga boshlab keldi. U qiz shundoq chiroyli bo'lib, ikkisi bir sinfda o'qiydigan bo'lsa kerak. Ular ikkisi Qudratning yotoq uyiga kirib ketdi. Uydan kulishgan, billa naqsh aytgan ovoz anglanib turadi. Muhabbat degan shundoq bo'lsa kerak, ichimga ming qurt kirib olgandek beorom bo'lmoqda edim. Ichimda Qudratni toza tilladim. Allah hazal birer soatdan keyin u qiz tamoqqa tutqunimizg'imi unimay ketdi. Kechgacha Qudratga chiroyim ochmadim. Kechdagi uning yuyuqliq kiyimlarini akirib bergach, uningdan so'radim. Qudrat, u qiz kim u? Ha, mening savoqdishim. Bilan yaxshi mashq qildik. İmtihanga azı qaldı emasmi? Nima deyishdinglar? Hajab kulishib ketdinglar-ku. Gülüm kullab qopdi-da. Nimachi odamni xush qilasan, jinim? Undaq ishlar yo'q. U qiz faqat savoqdishim. Hech kim sen Satchinning o'rnini bosa olmaydi. Ha, undaq bo'lsa mayli. Men chiqib ketay, yaxshi aram ilang. Ittiqlan o'rnimdan turib chiqib ketdim. Uni haqiqatan yaxshi ko'radiganimni bugun his qilgan edim. İmtihanga azli qolgan edi. Uning kayfiyatiga ta'sir yetkazmaslik uchun amal bar ko'nglini ayaytdim. O'rinsiz talablaridan boshqa hammani qo'limdan kelishicha qilib berdim.
Shunda qilib, u imtihon berdi. İmtihandan chiqqandan keyin meni nurg'un joylarga apardi. Hayotimda unutulmas go'zal minutlarni qoldirdi. Uning meni yaxshi ko'rdiganligidan qilchilik gumonlanmaydim. Men mu barcha mehrimni uningga atashga tirishdim. Gülay, qani sen? Gülay, men o'tibdiman. Qara, men o'tibdiman. U shundoq deb chaqiriq qog'ozni menga tutqizib, meni quchoqlab netchini cho'rgilayotdi. Bu ishdan dadam opammi gumonlanib ketmadi. Voy, ma balani. Senlanga nimancha amraqsan? Shu dada, singlim mening hayotim. Bu gapmi hech chanmadi. Shundoq qilib, Qudrat Beyjondagi menmi ancha bilib ketmaydigan bir maktabning musiqa kasbiga qabul qilindi. Uning ketidig'iniga bir oylik qolgan edi. Buni o'ylasam, ko'nglim bakli yerim bo'ladi. Meni saqlan gülüm. 5 yildan keyin sen mening bo'lasan. Uydan hech yerga ketma. Bildingmi? Ma'qul. Ammo sizdan ayrılg'im yo'q. Meningmi ayrılg'im yo'q jinim. Faqat 5 yil chida. Faqat 5 yil chidig'in. U shundoq deb ko'nglimga tasalli berdi. U menga bir telefon ilib berdi. Menga undidar mungdashqini qanday ishlatishni o'rgatib, faqat o'zini qo'shib qo'ydi. Ikkimiz birga uning telefonida rasmga tushdik. Uni ikkimiz undidar mungdashqining bosh rasmi qilib to'g'rilab olgan edik. Uning ketishiga bir haftalik qolgan edi. Xuddi u mening yuragimni so'g'irib elib ketadigandagilar bearam bo'lmoqda edim. Onunğa məngu əsli qalğıdak bir soğu berishni o'yladim. Onun hamma narsasi to'liq. Nima berishimni bilolmadim. Oxiri u eng yaxshi ko'radigan rangda muqovisi bor bir xotir oldim. Uning birinchi betiga u necha qitim talab qilib javobsiz qolgan levimning isnosini tushirdim. U xotirni ko'rib bakli xush bo'ldi. Qilgan amgikimdan o'zim xush bo'ldim. Shunday qilib u ketdi. U ketgan kuni bir kecha yig'ladim. Bu uyning hech ma'nisi yo'qdek his qilardim. Biz telefonlarda kamdan kam paranglashdik. Chunki aksingillik munosabatini halqib ketgan parangimizning cho'nglarning diqqatini tortib qo'ymasligini o'ylaydik. Ammo to'rda uning bekor vaqti bo'lsa-la paranglashib chiqardik. Uningga doim rasmga tushib avatib berardim. U shunday qiladi. Birinchi ta'tilda u qaytib kelganda hammadan bek men xushal bo'ldim desam bo'ladi. Chunki kunda ko'rib bilinmagani bilan sig'inishning qanday bo'ladiganini mana 4 oy jarayonida obdalli his qilgan edim. Uning hujrasiga kirganimda u meni chin quchoqlab oldi.